Joyimizni bitirib oldik. Ko'rib turganingizdek, hamma joylar germetичный bo'lib, pena sepilib, обязательно gips kardon bilan перегородка qilingan. Bu joyimizga 10-12 sm, devorga bo'lsa, ishli joyga 5 sm, qo'shni tarafga bo'lsa, обязательно 10 sm qalinlikda pena sepib berdik. Bu joyimizni mana orqa tarafini ham ko'rsataman. Bu joyimiz orqa taraf hisoblanadi. Ko'rib turganingizda hammasi germetичный bo'lib, hech qanaqa teshik qoldirmasdan sepilgan. Nimaga sepgansizlar desanglar, tashqariga ovoz ichkariga, ichkari bo'lsa tashqariga eshitilmasligi uchun. Qo'shni tarafiga ham sepilgan, mana ko'rasizlar, bo'lingan joylar hammasi o'tdi-do, hech qanaqa teshiklarsiz sepilgan. Ishimiz yoqqan bo'lsa, dom qurayotgan do'stlarimiz jo'natib qo'yamiz. Mahalla gazetasida birinchi sarlavhasi turgili kelmayotgan bo'lsa, xuddi shunaqa holatda o'z territoriyalarni gipsa blok yoki gips kardon bilan bo'lib olinglar.